Assalomu alaykum barchaga. Tepla material dars tugagan edi. Ishlar ko'payib ketdi, darslar qolib ketdi. O'z vaqtida qilib berolmadim, ko'pchilik so'rayapti. Mana tepla material tugagan darsni endi bitta takrorlab olamiz. Mana shu chizma asosida. Xo'p, bitta ob'ekt misolda qildim. Razmerlarni yozdim. 40 santimetr devor. Xo'p, mana shu bo'yicha bitta tepla material hisob-kitob qilamiz. Qolganlarni o'zingizlar yechib beraverasizlar. Yechib o'zlaringiz bilaverasizlar. Hop, bitta yo'nalish berib qo'yaman. Demak, bu xonamiz bir xil razmerdagi 3 ta xonamiz bor. Xo'p, bu xonamiz mehmona deymiz. Demak, xona harorati 20 gradusga hisoblaymiz. Mehmonxona harorati 20 gradusga hisob, mana 20 gradus. Xo'p, spalnik 22 gradus. Bu ham 22 gradus bo'lyapti. Xo'p, sanuzel hisoblaymiz buni. Sanuzel 26 gradus bo'ladi. Xo'p, bu qo'l 20 gradus mana. Mashg'ulotda hop tepla material hisob-kitob qilamiz. Demak, tepla materialga o'lchash qoidasiga asosan birinchi xonani mashg'ulot bo'lyapmiz. Birinchi xonamizni, ikkinchi xonamiz. Hop. 3 metr o'lchash qoidasiga asosan 340. Hop, bu taraf ichi 5 metr. Bu tarafdan 80 cm qo'shsa 580. Hop, bu tarafimiz hop, bundan 20 qo'shiladi, bundan 40-60 bo'lsa 360 bo'lyapti. Demak, bizda bitta xona misolida mana hammasi razmeri bir xil. Hop, tepla materialni hisob-kitob qilsak, va tarsada joylashganligi uchun demak 3 tomonidan buni tepla materialisi bor. Demak, buni qo'shamiz 7 metr. Hop, 7 plus 580. Hop, 1280 joydan tepla material bor mana. 1208 joydan. Hop, balandligini endi taxminan bitta bo'y olamiz. Bitta xonadan hisoblaydigan bo'lsak, mana oddiy uy degan bo'lsak, mana hop, tepasida pastida mana yog'och lagaligi bor, tepasida to'sinligi bor mana. Hop, tepasida 10 cm lomozi bor. Hop, 10 cm lomozi 1280 uyda parametri edi. Endi bo'yi, masalan, xonaning bo'yi 260 bo'lsa, haqiqiy bo'yi oldin patologik 260 bo'lyapti. Demak, pastda 0.15 qo'shamiz. Lagasi yog'och 15 cm bo'lsa, hop, tepadan yana 15 cm lagasi bor, to'sini bor, 10 cm tepasida lomozi bor. Ular bilan somonlash kerak bo'lsa, demak, haqiqiy xonaning bo'yi 30-40 3 metr bo'ladi. Chunki 260 ga 15 pastiga lagani pastdagi to'sinni qo'shamiz. Tepasiga to'sinni qo'shamiz, loy bor. 3 metr haqiqiy balandligi olamiz. Binoning balandligi hashtag 3 metrga olyapmiz. Shunga olganimizda, hop, demak, parametrimiz 1280. Endi tepla materialni hisoblaymiz. Bu xonamizni g'isht deb olamiz, pishgan g'isht. Demak, bino pishgan g'isht bo'lyapti. Hop, buni eri, summa eri teng, pishgan g'ishtga 0.7 ga teng. Er teng 0.7 ga. Hop, suvog'i bor. Hop, suvog'i eri. Hop, suvog'likini tashab berganman. Suvog'. Oxaytli suvog', sementli suvog'. Sementli suvog' 0.76 ga teng. Eri teng 0.76 ga. Hop, suvog' hisoblayman, tashqi suvog'i bor devorda. Demak, bizda devorda parametri aniq, bo'yi aniq. Demak, kvadratni chiqarib olamiz. Hop, bu formulaga asosan devordagi tepla materialni topib olamiz. Obyektda bir xil bo'lgandan keyin buni lamini topib olgandan keyin har bir hisoblamaymiz. Osongina ko'paytirib ketaveramiz. Jadval qilganlar hozir shunga asosan haroratni o'zgartirib yozib ketsa bo'ladi. Demak, az topish uchun bizda demak analizga tepla material bo'lgan joyda metri 1280 и o'sha vertikal holatdagi bo'yi 3 metr. Demak, bizda q teng 38 metr kvadrat chiqyapti. 38 metr kvadrat joyda tepla material bor. Endi bizda ikkita romimiz bor mana. Mana shu yerda romni olamiz. Romimizni bo'yi, xo'p, rom hammasi bir xil bo'lyapti. 120 ga 160 rom bor mana. Ikkita rom bor. Demak, 120 ga 160 romdan ikkita bo'lsa, demak 384 kvadrat joy romga chiqib ketyapti tepla materialda. Demak, bundan romligini ayirib yuboramiz bundan. 38 dan 38 4dan ayiramiz 384.
Demek 34,5 metr kvadrat joydan tepli batarya bo'lyapti. Demek 34,5 metr kvadrat joydan tepli batarya bo'lyapti. Xo'p, mana shu devordan romlab tashlagan holatimizda bo'lyapti. 384 hop. Bu devor deylik. Endi bu rom bu. Rom 120 ga 160 dan ikkitasini kvadratda tashqari tarafga olinganda 384 metr kvadrat chiqyapti. Demak, bu rom tepli batareyasi bu devorga hisoblayapmiz. Demak, devorni hisoblayapmiz. Formulaga asosan A'ni topib oldik. Yuzamiz aniq. Tashqi ichki haroratni o'lchayapmiz. Demak, tashqi bizda -14 ga olyapmiz. O 20 gradus bo'lgandan keyin ayrilgandan keyin gradus qo'shilib ketadi-da. Bu ko'paytiramiz 34 gradusga bo'ladi. Xo'p, ko'paytiramiz 1 plus beta deyapti. Demak, 1 betani bilasiz, tik turuvchi konstruksiyalar uchun tarsovoyda bo'lganda 0.13 qo'shiladi. Demak, bunga 1.13 bo'ladi bu. Bir tomonlama devorga 1.08 bo'ladi. Bunga ikki tarsovoy bo'lganligi uchun 1.13 hisoblaymiz. Demak, 1.13. 1.13. Endi faqat gorizontal to'siqlar uchun bo'lgani uchun hisoblamaymiz. Demak, summerimizni topib olamiz endi. Summer topish uchun summer mana pishgan devordagi bo'lganligi uchun mana maktab yozaman, mana R teng summer topish R teng mana devorning qalinligi 0.40 bo'lamiz 0.70 ga. Demak, 0.40 ni bo'lamiz 0.70 ga. 0.40 bo'lingan 0.70 ga desak 0.57 chiqyapti. 0.57. Xo'p, endi 3 cm tashidan 3 ichidan deydigan bo'lsak 6 cm so'g'ib bo'ladi. 0.06. Bu 0.06 ni bo'lamiz. So'g'ni lambdasiga R ga bo'lamiz. O'tkazilish koeffitsiyentiga 0.76 ga qilsak, demak 0.78 chiqyapti. Demak, bu g'ishtiki. Endi so'g'diki 0.06 ni bo'lamiz. 0.76 ga qilsak 0.08 kelyapti. Yaqinlab olsak, xo'p, endi ikkala natijaga qo'shamiz. Alfa наружный, alfa внутренний bor. O'sha 0.15 da. Demak, hammasiga 0.15 bitta qo'shiladi. Masalan, bitta bazalt bo'ladigan bo'lsa, bazaltdan ishlab olasizda, buni chiqargan 0.15 qo'shasiz. Tashqi ichki haroratlardan nimasini. Xo'p, 0.57 plus 0.08 plus 0.15. 0.8 ga teng bo'ladi. Demak, bizda lambdasi endi o'sha 1 metr kvadrat joydagi 0.8 ga teng bo'lyapti. Buni o'sha tashlaymanda mana. 0.8. Pishgan g'ish, suvoq, tashqi ichki harorat farqi bilan 0.8 ga teng bo'lyapti. Demak, endi mana tepli batareyani topish kerak bo'lsa, 34,5 kvadratni ko'paytiramiz haroratlar farqiga, 34 ga ko'paytiramiz 1.13 ga barobar 1325 chiqyapti. Demak, 1325 bo'lamiz 0.8 ga barobar. Demak, 1656 watt. 1657 watt devordan tepli batareya bo'lyapti. Xona harorati 20 gradus bo'lganda. Mashinga asoslanib turib hisob-kitob qilinadi. Endi sizda keyingi xona 22 gradus bo'lyapti. 22 gradus bo'lyapti. Siz nima qilasiz? O'zingiz uchun 22 bo'lsa, demak, tashqi haroratdan ichki harorat aylanganimizda, demak, 36 bo'ladi. Bu narsani 36 qilasiz. 1.13 o'zgaradi. Bir tomonlama tashqi bo'lgani uchun buni 1.08 ga olasiz. Oson muammosi yo'q. Keyingi xona spalni. Spalni tarsoy joylashgan bo'lsa, uni qo'shilgan koeffitsiyentni beta qo'shmaymiz. Haroratga 2 gradus qo'shib olamiz. Demak, bu 22 gradus bo'lsa, 24 bo'ladi. Tashqi haroratni aylangandan keyin uni 38 qilib buni yozmasa bo'laveradi. 2 gradus qo'shib olganligimiz uchun. Hop, spalni hammasini yozib chiqaveradi. Demak, bu devorda 1650 watt bor. Endi romdan. Romniki lambdasi tayyor bo'ladi. O'zi plastik romlar uchun, ikki qavatli plastik rom uchun, hop, plastik rom uchun 0.68 bo'lishi kerak edi. 0.68 ekan. Demak, bu 0.68 bo'lsa,